birinchi navbatda nimaga e'tibor berish kerak? Ozg'in bo'lsa ham suyagi biziq jaydari molni olsangiz, bir xillar 6 oy, 7 oylab boqadi. Bu xato. Molni maksimum 4 oy, agar o'zgarishi yaxshi bo'lsa 5 oy. Makkajo'xori silosidan 4 kilo. Mana nimada turibdi ekan mana edi. Abduhab aka, shuni ko'rib qo'ydim. ko'rsatmayman dedim buni. Mana. Juda kasal edi bu. Juda ahvoli og'ir edi. He. Nimaga olding buni dedi. Nega desam, o'lib qoladi buning dedi. Somonni ko'p bersa molim to'yadi deb. Buni ozuqa birligi juda past. Aka, yuring taroziga chiqaramiz. Hozirgi kunda 45 ming ekan. 45 mingdan pul sanayman desangiz ham hech qachon yutqizmaysiz. Ko'pchilik aytadi, pishgan narsa berish kerakmi? Pishgan narsa yo'q. O'tib berish kerak, pishgan. O'tib berish kerakmi deydi aka. Xom bersangiz ham bergan ozuqangiz berayotgan hayvoningizga yoqsa bo'ldi. Bozorga chiqqanda hech qachon semiziga, zo'riga yopishmang. 1 million ozuqasiga chiqaring, 4 million. 4 millionni 2 ga bo'lasiz, oyiga 2 milliondan mana shu molning foydasi bor aka. Uje ichidan parazit ketdimi? Organizmga vitamin kompleks kirdimi? Modda almashinuvi tezlashdimi? Bularni ko'rsangiz, kombaynga o'xshab ovqat olib kiradigan juda o'zgarib ketdimi? Hop, 8 millionga olgansiz, 16 million turingiz bo'ldi 4 oyda. Xo'p, lekin kasal molni, kimdir moli kasal bo'lsa, u sotolmay qolish kerak degan narsa emas-ku. Bu ham haqiqiy vrach bozordan hech qachon sog'lom mol olmaydi deyapti. 100 ming so'm rasxod qilasiz, yeb ichishni to'g'rilaysiz. Haqiqiy foyda mana shu o'zimizni jaydari ozg'in buqalarni boqsangiz maza qilib yorasiz aka. Somonda menga ozuqa deyishgandi. Aslida bu to'shama ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga Abduvohab akamiz oldilariga yetib kelganmiz. Abduvohab akamiz vetvrachlar. Undan tashqari bozordan hech kim olmagan arzon buqalarni olib kelib, uylarida to'g'ri parvarishlab va to'g'ri ozuqlantirib, yaxshigina daromad ko'rishyapti ekanlar. Akamiz bozordan qanday buqa olyapti va qanday ozuqa berishyapti. Shu kabi ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Bo'lmasa biz boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abduvohab aka, charchamayapsizmi aka? Yaxshi kelib qoldingizmi? Rahmat aka, kelib oldik. Abduvohab aka, Instagramda kuzatib boraman. Aytdingiz, men deyapsiz, eng ozg'in bozorda sotilmay qolgan mollarni olib kelib, o'zim parvarishlab sotaman deyapsiz. Haqiqiy foyda shunda-da o'zi. O'sha haqida xalqimizga nima berasiz? O'shalar haqida ham chiroyli ma'lumot bersangiz. Xo'p. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men ismim Abduvohab, Toshkent viloyati Bo'ka tumanida yashayman. Kasbim veterinariya sohasida veterinar vrach bo'lib ishlayman. Men o'zim Instagramda qo'ygan ma'lumotlarimda juda ko'pchilik tanqidiy fikrlar bo'ldi. Zot buqa yaxshi, jaydaridan foyda qolmaydi degan. Bu hamma o'zini boqish metodidan kelib chiqadi aka. Masalan, bizni universitetda dars berganda ustozimiz bir motivatsiya beradigan zo'r gapi bor edi. Haqiqiy vrach bozordan hech qachon sog'lom mol olmaydi deyardi. Kasal molni olib kelib uyida davolab o'shani foydaga kirgiz olsa, u haqiqiy vrach. Nimaga kasal mol? Chunki kasal mol arzon bo'ladi bozorda, to'g'rimi? Arzonligi mayli, lekin kasal molni kimdir moli kasal bo'lsa, u sotolmay qolish kerak degan narsa emas-ku. U ham o'zi rozi bo'lib sotadi shu narsani, o'zi shu summani aytadi misol. Masalan, mana shu buqa, mana cho'jonlar, Xo'p, bozorga keldik. Aka qarang, buqa turibdi. Mana ishni birinchi bozorga kirishdan boshlaylik. Ozuqa yeyishi, qanaqa berishi, nima kerak emas, uni aytib o'taman. Bo'ldi. Mana shu buqani men olib chiqdim. Hali ham bu kichikroq edi. Bunisi mana buni oling. Mana shunisi. Shu ikkalasi bir joyda. Bundan ro'porosa 2 oy oldin, noyabr oyining boshida bir joyda bitta yoshi qari amakidan ushlab turgan ekan. Kechki bozor hech kim savdo qilmagan buni. 7 milliondan 14 millionga bitta joyda olingan shu. 13-oktyabr. Mana shu ikkita buqacha keldi. Men videosini ko'rdim, videosini ham qo'yib o'tib ketamiz. Lekin mol bor. Rosa rahmi keladigan holatda ekan. Men videosini ko'rdim. Uni hozir sizga men videosini tashab beraman. Kadr o'rtasida qo'yib o'tsangiz, bu yana ham ishonarliroq chiqadi. Albatta. Mana shu ikkita molni
Men 14 million so'mga olganman. Bu yerda qarang, endi sizlarga solishtirish ma'nosida aytaman. O'sha men mol bozorda mol olgan paytim, o'sha bozor paytida 14 million, 15 million, 16 millionga ham sifat kachok buqalar turuvdi, zot buqalar ham turuvdi. Lekin qarasam, bularda suyagi biziq. Birinchi navbatda nimaga e'tibor berish kerak? Ozg'in bo'lsa ham suyagi biziq jaydar molni olsangiz, uni olib kelib turib, o'sha parazitga qarshi profilaktikasi, vitamin terapiyasi, yana qo'shimchalarni qilsangiz, u o'sha olgan buqani ham o'zini holatiga qayta undan zo'r holatiga tiklab olishingiz narigi semiz molga nisbatan tezroq bo'ladi, ancha tez bo'ladi. Bu meni shaxsiy praktikam. Mana shu ko'rib turgan ikkita molingiz o'rnida bitta buqadan boshlaganman o'zim. O'sha molxonam bitganda bitta buqaga pul qo'ygan. O'sha bitta buqani olib kelib turib boqdim, 8 millionga olganman uni. 8 millionga oldim, uni 4 oy boqdim. 4 oy boqdim. So'ydirdim, 16 million 400 ming so'm puli bo'ldi. 16 million 400. Yegan ichganidan tashqari. Yegan ichgani bilan 16 million 400, undan Xo'p, 8 millionga olgansiz, 16 million 400 bo'ldi 4 oyda. Xo'p. Uning ichida yegan ichgani bor, baribir. Jaydarimi? Jaydar bo'lganmi? Jaydar. Ana mayda turganligini aytyapsizmi? Katta buqani aytmayapsizmi? Yo'q, u keyingi nimada tushgan. Keyingi kadr, u keyingi olingan buqa. Ularda syomkasi yo'q edi. Xo'p. O'sha bitta buqani puliga 16 million 400 bilan bozorga chiqqanman. Mana shu ikkalasini oladigan paytim. Buqalarni qarayapman, ko'nglimga yoqadigan buqa chiqmayapti. Qimmat yoqsa ham, lekin men ikkita olishim kerak. 8 milliondan olaman, 400 ming chekiga, pattasiga, boshqa yo'l krasiga deb hisoblab 16 million 400 bilan chiqqanman. Mana shu ikkalasi kech bozor mol qimmat bo'ldi-da, kech bozor bir chekada bir yosh keksa amaki ushlab turibdi ekan. Bordimda, hali opsotarlar, savdogarlar 13 million 200, 13,5 gacha savdo qilib, haligini savdo qilib turgan amakini sotgisi kelmay turgan bo'lgan. Bordimda, amaki bozor nech pul qildi dedim. Bozor 13,5 qilyapti dedi. Nech pulga berasiz desam, uka so'ravering dedi. Bozor dedi, to'g'ri kelsa sotaman, bo'lmasa qaytarib olib ketaman dedi. Endi men bozor 100 so'm aytishga ham haqqingiz bor dedim, amaki dedim. Xafa bo'lmasangiz bir narx aytaman, mana shu molda olinish boshlanishida. Xafa bo'lmasangiz bir narx aytaman dedim. Ayt so'rang uka dedi. 500 ming ustiga yurdim, 14 ga berasizmi dedim. 1 minutda oy uka dedi. Mana shunday barakani berdi-da, 14 millionga oldim. Olganimda birinchi bozordan olib chiqib ketyapman, meni taniganlar kuldi. Doktoram shunaqa mol oladimi deb. Zo'rg'a yurudi bular oyog'ini sudrab. Keyin uyingizga olib kelsangiz nima deydi? Uyda shunday olib kelib darvozadan olib tushirdim. Olib kelsam akam hovlida ish qilib yurgan ekan. Bunday qaratdim, mana shu immindan shu ola buqani. Juda kasal edi bu. Juda ahvoli og'ir edi. Nimaga olding buni dedi. Nega desam, o'lib qoladi buning dedi. Xudo nasib qilganda aka dedim, qani bir nima qilib ko'ray deb. Aka xullas olib keldim. Mana olib kelgandan mol kelib joylashdi. Mana bu ma'lumotning ichida boqish tartibini ham tushunib ketinglar. Shuni aytib o'taman. Bir kun, 2 kun adaptatsiya qilib moslashib oldi. Birinchi qilganim ichki parazitlarni o'ldirish uchun, jigar qurtlarni o'ldirish uchun albendazollarni berdim. Albendazolni bergandan keyin ertasi kuniga ivermektin ukoli hamda multivit ukolni vitaminlarni qildim. Bo'ldi, uje ozuqa ratsionni tuzdim. Ozuqa ratsioni haqida ham aytaman. Bir hafta 10 kun oralatib yana paftor urdim. Bir hafta 10 kun oralatib yana 3 marta ukol qildim. Uje ichidan parazit ketdimi? Organizmga vitamin kompleks kirdimi? Modda almashinuvi tezlashdimi? Bularni ko'rsangiz, kombaynga o'xshab ovqatni olib kiradigan juda o'zgarib ketdimi? Yeyishi juda zo'r holatda aka. Hozir mana shu 2 oy oldin 7 millionga olganman desam, o'sha Instagramga qo'yganimda ham ko'pchilik ishonmadi. Imminda mana shu ikkalasi 14 million so'mga olingan. Hozir nech pulga kiradi? Hozir aka, bunday hisoblaysiz 12 million so'm desam ko'pchilik ishonmadi. Bunday hozirgi kunda bozorlar rivojlanib ketgan aka. Hamma bozorda elektronik taroz bor. Albatta. Ana o'shanga o'xshab живой весga hisoblaymiz. Buqani mana shu turishida hozir taroziga chiqarsangiz 280-290 kilodan живой весga kam chiqmaydi. Kam chiqmaydi. Hozirgi kunda bozorlardagi narx живой весga chiqaradigan bo'lsangiz 43 mingdan 45 minggacha. Hozirgi endi men aytayotganim, endi oshgan bo'lsa, xato gapirayotgan bo'lsam uzr. 45 ming so'mdan hisoblasangiz ham 290 kilo chiqsa 13 million 50 ming so'mlik buqa. Lekin men buni 13 million desam, yana ham odamlar bu juda o'tkazvordi demasligi uchun 12 million so'm deb aytdim narxini aka. Kuniga 16 ming so'mlik ozuqa yeydi.
Kuniga Bir 16 ming kuniga. so'mlik. Bir oyda o'shanga 480 ming. 480 ming bo'ladi. Yana uni masalan dag'al ozuqa qo'shib beraman, qo'shimcha novi immunofor vitaminlari o'zi qo'shib beradigan qo'shimchalari Ularni ham bor. ko'rsatamiz. Shularni qo'shib berganda, ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Qo'shib berganda oyiga 500 ming, 510 ming so'm atrofida ozuqa yeydi. Ha, Bu 500 ming. degani 2 2 oyda oyning ichida 1 million 1 100 ming so'm million atrofida so'm. ozuqa yedi. Lekin 12 million so'mdan 7 million aytsangiz 5 million qolyapti. 1 million ozuqasiga chiqaring 4 million. 4 millionni 2 ga bo'lasiz, oyiga 2 milliondan mana shu molning foydasi bor aka. Men o'zim shunaqa hisoblayman. 2 million. Oyiga 2 million. Agar mana shunaqa buqadan uyingizda 5 ta boqsangiz, 10 million daromad bor. oyiga masalan ko'chada ishingiz ham bo'ladi, boshqa tirikchiligingiz ham bo'ladi. Buni qarovini qilib qo'yasiz. Bu bir xillar yozibdi Instagramda. Aka buni 2 million puliga qarab, unga kutib qaragandan boshqa ish qilsa 20 million topadi-ku yo'q bu yoqda. To'g'ri akalar, lekin bitta o'zini boqmaydi-yu. Yo, bitta o'zini boqsa ham, aka uni tagiga ertalab kelib kechqurun chiqmaydi-ku. Men molni oldiga ulgursam bir kunda 3 marta kelaman, bo'lmasa 2 marta. Obedda kelinlaringiz yo ukam shunaqa qaraydi, uyda bor odam qaraydi. O'zi 2 mahal beriladi. 2 mahal yem beriladi. Ertalab kechqurun. Obedda faqat somoni beriladi. Obedda somon beriladi xolos. Mana shu aka ortiqcha talab chorva boqish. Meni chorva boqish aka, mana gapingizni bo'ldim, uzr. Masalan, birorta davlat ishida ishlaysizmi yoki ko'chada taksi qilasizmi? Prosta tak uyingizdagilarga aytib qo'ysangiz ham, masalan, qarab tur 2 mahal mana meni ratsionimda, mana shu Abduvohab akamiz ratsion berishsa, o'sha ratsionda ber deb uydagilaringizga aytib qo'ygan, ukangizga ham, ayolingizga ham aytib qo'ygan taqdiringizda ham 2 million borgani menimcha zo'r aka. Aka, mana shunaqa buqadan 5 ta boqing. Mayli endi 2 million hamma molda ham qolmaydi. O'zi jaydar molda ming o'sha sifati zo'rini olsangiz ham yaxshi qarasangiz oyiga 1 million 1 million 200 atrofida foyda beradi. Buni mayli 2 million emas 1,5 million deb olaylik. Hop. Shundan 5 ta boqing, oyiga 7,5 million so'mmi? Aka hozir 7,5 million so'm topishni o'zi oson emas, lekin siz bunga to'g'ri parvarish bersangiz, mana shu sizga qo'shimcha daromad. Yig'ilib oxirida bitta uradi. Xohlasangiz bir uyingizni ta'mirlab olasiz, xohlasangiz bir mulk olasiz. Xohlasangiz agar joyingiz bo'lsa molxonangizda yana puliga qo'shib yana chorvani kengaytirasiz. Chorvada baraka bor. Faqat u daromad olish uchun boshqa uchun aka juda ko'pchilik xato qiladigan joy bozorga chiqib faqat semiziga bunday qarasa sifatiga bo'yinlar kachoyga yopishadi-da. U molda nisbatan qimmat oladi. Mana shu temada uzr gapimiz cho'zilib ketdi. Endi daskana tushuntirib beraman. Mana shu buqani olganimda shuni jasadi bilan teng buqa, bu quruq terini tagida 4 ta suyak turibdi, devorda tagida. Hech kim bormayapti. Suyani masalan. Ya bitta oyoq qiyshiq edi, quvvat yo'qda, gandiraklab turibdi mana qilib. Xuddi shunaqa jasadda faqat eti bor, bunday chiroyli turgan buqacha 8 million 809 million sotildi. Bu 7 million. Lekin ikkalasini yonma-yon qilsangiz bo'yi bir xil, mana teng turibdi. Faqat uni sal eti bor. Men masalan uni 8,5 million so'mning buni 7 ga oldim. 1,5 million so'm arzoniga oldim. Lekin bunga hali 1,5 million so'mlik ozuqa yedirmadim. Lekin sifat bo'yicha, foyda bo'yicha bu men o'ylayman oldinga chiqib ketdi. Albatta. Chunki men boshida kelganini ko'rdim. Videoda o'zlaring ham ko'rdilaring. Shuning uchun men shu tomosha qilib turgan kuzatuvchilarga, tomoshabinlarga, muxlis endi biz hali muxlis yig'adigan darajada odam emasmiz. Tomoshabinlarga shuni tavsiya qilaman. Bozorga chiqqanda hech qachon semiziga, zo'riga yopishmang. Bitta o'xshatish ma'nosida aytaman. Ichida yuki bor qopni ichiga yuk solsangiz to'ldirish qiyin, kirmaydi, to'g'rimi? Bo'sh qopni ichiga solsangiz tez to'ladi. Albatta. Bu misolda bo'sh qop. Narigi bozordagi ichida o'sha yuki bor qop. Uni ichiga bersangiz ham u zo'r olmaydi. Olmaydi emas, foyda yo'q emas. Men sizlarga yo'q demoqchi emasman. Yoki bu gapim bilan zotmol boqmanglar. Boshqa deb men kimdir savdosini bo'layotgan yoki kimdir qiziqishini o'ldirib qo'yayotgan bo'lmayman. Men o'zimni hisob-kitobim, o'zim dunyo qarashim bilan aytayotgan narsa. Ozg'in molni olsangiz, ozg'in molda ham qanaqasi? Bozorga chiqib qaradingiz, bilasiz, uje chorvanchilik yurgan odam biladi. "Oh" dedi, buni paraziti dedi, gijjasi to'lib yotibdi dedi. Yoki vitamin umuman qilmagan ekan dedi. Ana o'sha suyagi biziq ozg'in turibdi, lekin borib oldingiz, aka, ana o'shani oldingiz, arzonga oldingiz, yutug'ingiz shu. Olib kelib turib, aka mana bitta joyi, mana shunaqa ozg'in buqa olib kelib turib, agar o'zingiz ukol qilishni bilsangiz, o'zingizga yaqin birorta vrach bilan yo
bir tanishingiz bilan maslahatlashib, nima ukollar qilinishini so'rab olsangiz, aka bitta molga 100 ming so'm atrofida xarajat ketadi. Общий profilaktikasiga bitta molga 100 ming so'm. Veterinariya preparatlar unaqa qimmat emas. Faqat bu yerda veterinar xizmati bor. Endi masofasi ham borda, masalan, veterinar xizmati ham baribir akalar to'g'ri tushuninglar, arzon narsa emas asli sababi boradigan joyga bog'liqda, masalan, veterinariya masalan, o'zingiz ham baribir joyi keladi aka, bir 15-20 kilometrga bitta qo'y uchun yo bitta sigir uchun boramiz. Xizmatchilik shu. Aytmoqchi bo'lganim, xizmatni qilamiz, xizmatdan qochish, lekin bu masala bo'yicha agar o'zingiz ukol qilishni bilsangiz, 100 ming so'm rasxoti bor. 100 ming so'm rasxot qilasiz, yeb ichishni to'g'rilaysiz. Haqiqiy foyda mana shu o'zimizni jaydari ozg'in buqalarni boqsangiz, maza qilib yorasiz aka. Maza qilasiz. Bundan men o'zim shunaqa bor. Xudo xolasa mana 2 oy bo'ldi. Где-то bu fevralda oxiri martlarga chiqarmoqchiman. Chiqsa, nasib bo'lsa shuni o'rniga, mana shu 2 tani o'rniga 4 ta olish niyatim bor. Yana o'shanaqa nochordan izlayman. Nochordan hech kim olmaganida. Hech kim olmaganida olib kelib yana ishlovini qilaman. Ular yana yegani yuqadi, tez oladi ular. Ana o'shanaqa men maza qilib boqaman. Bozorchi akalar yana bu videoni ko'rib eng arzon kasal molni qimmat qilib yuborishmasin. Yana bu gapimizdan keyin aytadi sifat mollar, misol 12 million bo'lsa, aytdi eti yo'q, ozg'in buqalar 11 million 500 farqi 500 ming deb yana ozg'in molni narxini oshirib yuborishdi emas, yo'q. Shunaqa. Aka, mana mol olish bo'yicha ham, masalan, bu videoni faqat chorva bilan shug'ullanadigan emas, shug'ullanmoqchi bo'lib turgan havaskorlar ham ko'radi, endi qiziquvchilar ham. Juda mol olishga qiynalsangiz agar, savdo qila olmasangiz, boshqa qila olmasangiz, mol yoqdi, ko'rdingiz. Hozir bozorlarda zamonaviy tarozilar, elektron tarozilar bor. O'sha kunda narxini bilib turib, masalan, sizdan buqa olyapmanmi, savdo qila olaman-da, aka, yuring taroziga chiqaramiz, hozirgi kunda 45 ming ekan. 45 mingdan pul sanayman desangiz ham hech qachon yutqizmaysiz. 45 mingdan живой весga chiqarib hozirgi kunda olsangiz, olgan molingiz o'zini o'sha hisob-kitobi foydasi bilan keladi. Tushunarli. Mol olish qiyin emas. Mana chorvadan foyda olish uchun olishni bilish kerak, qarashni, sotishni. Agar so'ydiradigan bo'lsa, uni qassob hal qiladi. Ana o'sha 3 ta atalab: olish, boqish, sotishni bilsa, olgan odam, chorva bilan shug'ullangan odam hech qachon ziyon qilmaydi. Qimmatga olib qo'yib, yana arzonga sotadiganlar ham bor. Masalan, mana buni ham ko'rsating mana. Galishtin mana shu. Bulardan keyin olingan, mana shu galishtin buqacha. Kelganda bo'yi где-то mana shundaylar edi. Mana shunday. Bular bo'yga beradi asosan. Galishtin endi semirib ketmaydi-yu. Buni ham o'sha aka, ko'pchilikka aytsam ishonmaydi. Buni ham bozorda egasi ushlab turibdi, kayfiyati yo'q. Hech kim savdo qilmayapti. Bordim aka. Endi hozir aytsam yolg'on bo'lishi mumkin. Bu ham 7 millionga kelgan. Yo'q. O'zi 7 millionchilik, 7 millionlik boquvchi ekan degan xayol ketib qolmasin. Bozordagi narxi shu bo'lgan. Faqat 7 millionlik mollarni faqat 7 million. Masalan, to'g'ri, bu narigi sheriklariga nisbatan ko'proq turadi, lekin oxirida o'zini foydasini bitta ko'rsatadi aka, maza qilib olasiz. Endi buni ko'proq boqasizda, to'g'rimi? Buni ko'proq narigi, masalan, ularda mol boqishda ham bir xillar aka, shu joyni ham ayting. Bir xillar 6 oy, 7 oylab boqadi. Bu xato. Molni maksimum 4 oy. Agar o'zgarishi yaxshi bo'lsa 5 oy. Bo'ldi, o'sha 4 oydan keyin mol sizga kuniga pribul berayotgan bo'lsa, 4 oy ichida, 4 oydan keyin mol to'ldimi o'sha, boya aytgandek, to'lgan molni olish qiyin bo'ladi. 4 oydan keyin boqayotgan buqangizni kunlik qo'shgan privesi, berayotgan ozuqangizni mana shunday ushlab turadi, siz vaqtdan yutqizasiz faqat. Shuning uchun maksimalni 4 oy ichida borini berib zo'r nakachinlik qilib yo qassobga yo bozorga. Bo'ldi. Endi zagonda boqishchi bulardi. Aka, zagon masalasi bo'yicha joiz bo'lsa yaxshi, lekin hozir avvalgidek hech kimda katta maydonlar boshqa qolmagan. Hamma o'zini oilaviy sharoitdan kelib chiqib, albatta 99% aholida bog'lab boqish uchun molxonalar qurilgan aka. Bog'lab boqsang mol semiradi. Bog'lab boqsang, buni shoxidan baylaysizmi, bo'ynidan bog'laysizmi, nuqta taqasizmi? Bog'lab qo'ygan tasmangiz molni biror joyini qisib, bezovta qilib azob bermasa, semiraveradi. Ko'rdim, o'zingizda ham bo'ynidan bo'ylab qo'yibsiz, ham nuqta taqib qo'yibsiz. Bo'ynidan bog'lagan sababi u yondagi qitimirda. Suzishda nuqtasini chiqarib olib 1-2 minut yechilib ketdi. Bo'ynidan bog'lab qo'ydim. Bo'ynidan bog'lab qo'ydim. Xudo xolasa mana hammasi bemalol obzor qilsangiz ham mol
Hozir buni sotgan egasi ko'rsa yig'laydi. Meni molim shunaqami ekan. Shunaqa o'zgarib ketdimi deb. Bularga qanaqa yem berilyapti? Mana sizlar bilan molni tanlash haqida qisman o'zimni tushuncham bo'yicha tushuntirdim. Bundan agar aka men o'zi chorvasiga qaraydigan klientlarim borda. Aytaman, tushuntiraman, o'sha aytganimdek rejim bilan qaraydi, aytganimdek mol oladi. Birortasi hali ziyon qilgani yo'q. To'g'ri. O'zim ham guvohi bo'ldim. Chunki bugun obeddan keyin birga yuribmiz faqat. Juda odamlar mamnun. Aka sizdan rahmat. Ishingizga baraka bersin. Oringizga shukr aka. Buni oziqlantirish deganda Hop, operator aka yaqinroq kelsangiz, aka men 3 xil ozuqa beraman. bu kunjara. Mana kunjara. Kunjarani ham yuqasini olish kerak. Iloji xom berganingizdan keyin men xom boqaman. Ko'pchilik aytadi, pishgan narsa berish kerakmi? Pishgan narsa yo'q. O'tib berish kerak, pishgan. O'tib berish kerakmi dedi aka. Xom bersangiz ham bergan ozuqangiz berayotgan hayvoningizga yoqsa bo'ldi. Mana shu kunjaradan beraman. Kilosi 4800 so'm. Bu yoqda bochkada tugab qopti, mana yemxonalarda sotadi. Muchka? Bug'doy kepagini uni yaxshi olinmagani muchka mana. Ichi to'la un. Buni ozuqasi ham, ozuqa birligi ham, to'yimliligi ham yaxshi buni. Molni to'q tutadi. Bundan qarang, shuni aytib ketaman shu joyda. Shuni. Shu joyda mana tayyorlab ko'rsatib o'tib ketamiz. Tarozda obязательно kerak ekan. Yana bitta maslahat, endi bu juda ko'pchilikka aytsa yoqtirmaydi. Molni hisoblab uni berayotgan narsangni o'lchab berganingdan ko'ra boqmay qo'ya qol deydi. Yo'q. Berayotgan har bir ozuqangiz o'lchangan bo'lsa, olayotgan rasxodlar, qilayotgan rasxodlar hisoblangan bo'lsa, oxirida foydangizni ham yaxshi chiqarasiz. Shuning uchun men o'lchab beraman. Mana hozir men 1 kunlik berish ratsionimni hisoblayman sizlarga. Qarang. Hop. Mana Yaqinroq ko'rsatavering. Yaqinroq ko'rsating. Muchkadan olamiz. Uje 660 gram. Buni men 1 kiloga to'g'irlayman mana. Mana 1 kilo. 1 kilo kilosi 2,5 ming so'm. Hisoblab ketinglar, 2,5 ming so'm. Hop. Mana kunjara. Bundan 1,5 kilo bo'ldi. 1,5 kilo kunjara. 1,5 kilosi 2400 so'm. Endi buni ustiga men o'zim qo'shib beraman. Mana Makka jo'xori silosi. Ana shunaqa, mana o'zim yemxonalardan olib kelib beraman aka. Hammasi hisoblangan. Hozirgi kunda bizning territoriyada 800 so'm, 900 so'm atrofida. Lekin buni o'sha bahorda, kuzda olinadigan bo'lsa 400 so'm, 450 so'm shunaqadan tushadi. Endi u bizga nisbatan vodiy tomonlarda arzon aka. Biz Toshkent viloyat, mana shu Toshkent atrofi tumanlar endi stabil narx bizda agar yemxonadan sotib olsangiz 800 so'm, 900 so'm atrofida aylanadi. Mana shu kunja Makka jo'xori silosidan 4 kilo. Xo'p, 1,5 kilo bo'lsa 4 kilo qo'ysangiz 5,5 kilo. Bir hovuch olib turib ozgina ko'payib ketdi. Mana shu ko'rib turgan buqangiz 1 kunlik ratsioni. 1 kunlik? Bir mahallik deganim uzr. Endi bu bu yerda shoshib bo'lyaptimi, hayajonmi? Bir mahallik. Hozir hisoblasangiz, qarang, hisoblab beraman. 2,5 ming so'm muchka. 2400 so'm kunjara. 4900 so'm. Hop. 4 kilo silos 800 so'mdan 3200 so'm. 5000 deylik narigini. 5000 ga 3200 so'm, 8200 so'm. 200 so'mni olib tashlang buni. Endi unaqa da hisoblaydigan narsa emas. Narigindan 200 so'm ketdi deb o'ylaylik, ha. 200 so'm ketdi deylik. 8000 so'm bo'lyapti bir mahalla. Kechkisi ham 8000 so'm, 16000 so'mlik bor narxmikan? Hech qanaqa aldash bo'lmaganmi? Endi somon. Endi bu somon masalasi bo'yicha mana somon, to'xtang, gapingizni bo'ldim. Uzr, siz menga videoni boshida aytdingiz. Somon, menga videoni boshida emas, menga o'zingiz aytdingiz. Somonni dedingiz, chet elda oyoq tagi ishlatishga foydalanishadi. O'zi mana shu joy, mana hozir qarang, qanaqa ozuqa berilayotgan ko'rdingiz. Tarozni o'chirib qo'yaverik. Batareykasi ketmasin. Albatta. Tak, somon masalasi bo'yicha bunda mana shu joyda ko'pchilik xato qiladi. Somonni ko'p bersa molim to'yadi deb. Buni ozuqa birligi juda past. Somonniki. Buni to'yimlilik yo'q. Tert qilib berishadi bir xilda. Bilsangiz, tert qilib berishadi. Bizda haligi somon uvitib berishadi. Uvitib suvni chiqarib olib, ustiga kepak sepib beramiz-da biz. Yo'q, hamma o'zini oilaviy sharoitdan kelib chiqib, oilaviy o'sha
finansiy tomondan kelib chiqib boqadi. Somonni so'raganingizda tushuntiraman. Aha. Somon o'zi aslida Yevropa texnologiyasi bo'yicha agar ko'rgan bo'lsalaringiz, katta anaqa drabilkaning ichiga solinadi, somon maydalanib, mayda qilinib, uni ichiga mollarda o'sha tuyoq kasalidan asrovchi antibiotiklar, o'sha qo'shimchalari qo'shilib, aralashtirib, katta fermalarda molxonaga sachiladi somon. Bu o'zi Yevropa texnologiyasi bo'yicha sigirlarni, sog'in sigirlar tagiga to'shama. Yerdan sovuq o'tmasligi uchun bu sigirlar tagiga to'shama. Bizda buni Bizda yo'q, hamma endi sharoitinga men o'zim somon beraman aka. Beda press beray desam, beda press aka qimmat. 25 ming, 28 ming, 30 ming so'mgacha. ham bor. Ben bu somonni yozgi kuni 5 ming so'mdan tushirganman. Somon bermaylar demayman, berish chunki organizmga dag'al ozuqa hazmlanuvchi kletchatka kerak. Bu bo'lmasa hayvon ko'p oshqozonda muammo bo'laveradi. Quruq silus bilan yemni beraversangiz, hayvon bir haftada bir marta yoki 10 kunda bir marta oshqozon ataniyasi hazm qilmay qolib, mol mana shu yemay bukchayib qolaveradi. Bu yana bosh og'riq. Lekin buni ham normasi bilan bersangiz, u muammolar bo'lmaydi. Buni ham sizlarga aytib o'taman. Juda ko'pchilik joylarda guvohi bo'lganman. Xizmatchilik yuramiz. Mol oxirisini to'ldirib buqalarga somon solib qo'yadi. Somonni qancha ko'p berilsa, mol o'sha buqa, mana bitta buqa misolidan aytdik. Bitta buqaga yem berdingiz, albatta somon berishingiz kerak. Dag'al ozuqa kerak. Somonni qancha ko'p solsangiz, yoki hozir mana sovuq qish kunida kechqurun mollar to'q yotsa deydi, isini unaqa quvvati yo'qotmaydi, kechqurun ham solib qo'yadi. O'sha buqa yegan har bir somonni hazm qilish uchun energiya yo'qotadi. Kavush qaytaradi, oshqozon ishlaydi, o'zidan energiya ajratadi. Buni somonni ko'p berganingiz hisobidan o'sha organizm buni maydalab hazm qilish uchun siz bergan yemdan ajralgan energiyani somonni hazm qilishga yoqvoradi. Yoqvoradi. Bu de yoqvoradi degani ishlataveradi energiyasini. Bu degani somonni ko'p berib molim to'q tutyapman deysiz, lekin semirishib koeffitsiyentini pastga tushirib yuborasiz. Shuning uchun buni nima deb jaydar qilib tushuntirgan zivachka deb olaylik. Zivachka deb. Ovqatni hazm qildirish uchun chaynab yotadi. O'sha organizmga tushib, ozuqani hazm bo'lishida qisman yordam beradi. Somonni ko'p berishni tavsiya qilmayman. Somonni ko'p berdingizmi, o'sha siz o'zingiz berayotgan, qilayotgan bitta asosiy rasxodingizni kuchini buni ko'p berib kesib qo'ygan bo'lasiz. Mana shu tomoniga ko'pchilik e'tibor bermaydi. Albatta. Mana nimada turibdi ekan mana edi. Zohab aka, shu ko'rib qo'ydim. Ko'rsatmayman dedim buni. Nima bu? Buni aka anaqa nator ochib qo'yganman. Ha, bo'ldi. Immunofor ekan, ha. Immunofor. Bu haqida bilaman, to'g'risi, ma'lumotim bor. Immunofor haqida endi mana hozir meni kuzatib turgan o'sha kuzatuvchilar yoki o'zim bitta joyda borib klientlarga konsultatsiya berganman, berishyapti aka. Immunofor oddiy ona drojaga o'xshagan, nima deydi uni, bozorlarda ukrop urug'i deydi-ku uni. Mayda oddiy narsa. O'shani buni men berishimdan maqsad berayotgan hayvoningiz ozuni o'sha ozuqasiga qo'shib beriladi. Immunitetni mustahkam qiladi. Immuniteti baquvvat hayvon yeyishdan to'xtamaydi. To'xtamaydi albatta. Immunitetni ko'taradi. Ko'p kasal ham bo'lmaydi, gapingizni bo'ldim. Kasal bo'lmaydi. Immuniteti baland. Bu ko'pchilik buni hali nimaligini tushunmaydi, lekin tushunsa, aka buni tovuqlarni yemaga aralashtirib bersangiz ham bo'ladi. Tovuqlarga kepak, shunaqa makka jo'xorini yormasi aralashtirib beradi-ku. Bilgan odam aralashtirib beradi buni. Bu ozuqani yaxshi hazm bo'lishini, hayvon ozuqa yedi. Uni iloji boricha o'sha yegan kaloriyasini organizmga singdirish uchun immunofor yaxshi ishlaydi. Mana shu immunofor o'zi nima degani, berilgan ozuqani organizmga to'laqonli singdirib berib, ham bir tomonda molda o'sha buqani immunitetini oshirib, mahsuldorligingiz oshishiga qo'shimcha yordam bo'ladi. Mana immunofor. Otga ham bersangiz bo'ladi, qo'yga ham, molga ham, tovuqqa ham bersangiz bo'ladi. Uyingizda qanaqa chorva hayvoningiz bo'lsa, hammasiga ozuqasiga qo'yish, orqasida mana gramichkalar yozib qo'ygan. Masalan, mana 150 kilodan 200 kilo живой весga 1,5-2 gram. Misol 200 kilolik живой вес molingizga, tak, bu yerda hisob 2 gram bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'rgan buqangizga где-то 5 gram bersangiz normalniy. Sal peredozировка bo'ladi, lekin peredozировkasining ziyoni yo'q. Ziyoni yo'q. Men 5 gramdan hisoblayman. Men tarozga o'lchab o'tiribman, mana shu mana kichkina qoshiqda mana. Bitta qoshiq sila. Mana.
yemini ustiga ko'rishingiz mumkin. Hozir ham qo'shaveraman Bu mana. ishlatilib kelyapti, ishlatilingan yana reklama deb o'ylamanglar, Yo, bu chunki men o'zim beraman aka. o'zi mana u kamib qo'ygan. Yo, bu to'la bo'ladi aytgancha, ishlatilgan bu haqiqatdan mana. Aka, o'zim ham ana rasa dermatit chiqqan-ku. Aha. Rahmatulloh akamga aytganimda bu bilan dastimni berib yuborishgan. Dastimni qildirmaganman-ku, chunki qo'rqqanman. Veterinar kelsa men kasallik uyqib qolsa deb qo'rqqanman-da. O'zim ham immunofor berganman buqalarimga. Bu immunofor o'sha Kasal bo'lmadi, xudoga shukr. agar ko'rgan bo'lsangiz xabaringiz ham bor, o'sha Dastim degan preparat bor. Aha. Dastimni endi nimaligini ko'pchilik tushunib bo'ldi. Endi immunofor Dastimni parashkoviy holati. Parashkoviy varianti. Inyeksiya qila olmagan odamlar, ukol qila olmagan odamlar ozuqasiga qo'shib bersa, Dastimni inyeksiya qildirganda boqaveradi. Albatta. Men o'zimcha o'ylayman, bu ancha arzonroq ham tushadi. Narxi где-то bir 30. Hozirgi kunda bizning territoriyada 35 ming, uzog'i atrofida. 37 ming so'm atrofida sotiladi. Bittasi 35 ming so'm deylik, bittasi bitta molga bir oyga bemalol yetadi. Bu degani kuniga yana 1,5 ming so'm, 1,5 ming so'm, 1200 so'm atrofida ozuqasiga qo'shimcha bo'ladi. Men endi buni hisoblamayman. Men asosiy hisoblaydiganim mana shu kunjara, muchka, silisni hisoblayman. Menda bu somon bilan beradigan qo'shimcham hisoblanmaydi. Chunki bu bitta somonni men mana shu 4 ta molimga где-то bir 5 kun, 6 kun yediraman. Juda kam beraman men. Chunki ko'p bersam, bu bergan ozuqamning kuchini kesib tashlamaslik uchun kam beraman. Shunda ham mana semirishlari holati juda zo'r. Akalar, videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta like bosinglar Abduvohab akamizga. Agar keyingi masalan nima haqida, molxona qurilish haqidami, u haqida ham bizda mavzu bor. Keyingi safarga xudo xolasa molxona qurish haqida ham keyingi videomiz cho'zilib ketmasin. Keyingi safar xudo xolasa o'zingiz maslahatlaringizni berasiz. Bir xudo xolasa kelsangiz, molxona qurilishi qanaqa bo'lgan, buni qurilishi uchun hamma o'ylaydi temirlar sotib olgan deb o'ylaydi. Yo'q, buni men o'zim metalonxonalarga borib 1 metr 1 metrlik mana shu hamma uloqni ko'ryapsizmi? Mana qarang. Bu yoqda qarang mana. Bu yoqda hammasi uloq temirlar, mana uloq. Hamma kalta-kulta temirlarni yig'ib kelib mana shundan bitgan. Juda arzonga tushgan. Kommentariyaga yozsalaring, molxona deb molxonani oling desalaring, xudo xolasa stejga qilish kerakmi, g'ish qilish kerakmi, u haqida ham ma'lumot oldim. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun xudo xolasa keyingi videolarga qilishga harakat qilamiz. Xo'p, menimcha qolmadi. Men videoning oxirida bitta o'zimni tavsiyamni yana bu tomoshabinlarga yo chorva bilan shug'ullangan odamga aql o'rgatish emas. Hozir sizlarga berilgan ma'lumotni o'sha hammasini jamlashtirgan holda mol olish tartibi, bozorda to'g'ri tanlov qilasiz. O'sha bitta qimmat molni puliga ikkita olsangiz, qarang aka, mana yana gapirsam mavzu ko'pda. Bitta mol masalan 16 million so'mlik buqa boqdingiz. Boqasiz oyiga o'sha berish kerak bo'lgan normasi 1 million 1 million 200 ming so'mdan semiradi. Mana shu kichkina buqalarning 1 million 200 ming so'mdan deng, to'g'rimi? Semiradi desangiz 16 million so'mga, endi o'zim tushuncham shu 16 million so'mga bitta buqani 1 million 200 ming qoladigan puliga 4 oy kutgan yaxshimi? Yo ikkita buqadan ham 1 million 200 dan qoladi, o'sha bitta buqani puliga ikkita olasiz, lekin bundan 1 million 200 1 million 200 2 million 400 ming so'm oyiga bu ikkitadan qolyapti. Qaysi birda foyda? Ikkita olganda foydada albatta. Bitta katta olgandan ko'ra ikkita mayda olasiz. Olib kelib turib mana shunaqa arzon, to'yimli ozuqa turini tanlaysiz. Mana shu rejimda boqsangiz agar, men o'zim foydasini sezgan, bilgan rejimim. Mana shu yo'nalishda boqsangiz, ishonib ayta olaman, har bir boqqan chorvangizda xudo xolasa yaxshi daromad qilasiz. Buni siz bilan xudo xolasa yana kelaman deyapsiz-ku. Nimaga menga bitta ikkitasi Instagramda yozyapti. Nimaga o'zi bunaqa internetga qiziqmas eding? Nimaga boshlading? Yo aka, juda nozik sabablari bor. Buni ham xudo xolasa chiroyli mavzu qilib xalqimizga yetkazamiz. Bilsin, chorvada qanaqa xato qilish kerak emas, qanaqa joyda to'g'ri tanlov qilish kerak. Shu tomonlarga e'tibor bersangiz, albatta bitta molingiz ikkita, ikkitangiz uchta borgan sari ko'payib, chorvaga bo'lgan qiziqishingiz ortib boraveradi. Endi bergan ma'lumotim foydali bo'lgan bo'lsa xursandman. Hammaga yaxshi chorvada shug'ullanish,
chiroyli buqalar boqish nasib qilsin. Aka, sizga ham rahmat, shunchalik vaqtingizni ajratib bizga ma'lumot berganingiz uchun. Xo'p, sog' bo'lasiz, aka. Yaxshi kunda ko'rishik. Xo'p, Xudo Xudo xolasa, agar ma'lumot foydali bo'lib, laykingiz, o'sha bir-biriga podelitsa deydimi? Men internetdan tushunavermayman. Jo'natishlar, sizni tomoshabinlaringiz qancha ko'paysa, bundan ham yaxshi, bundan ham manfaatli, foydali videolarni albatta sizga ma'lumotini yetkazaman. Xudo xolasa. Akalar, rahmat, sog' bo'linglar. Sizga ham rahmat aka. Xo'p, sog' bo'ling.